أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlarım. Hammalarining ushbu ulug' kunlari, juma kunlari muborak bo'lsin. Alloh taolo bu ulug' kunda qilgan ibodatlarimizni o'z dargohida qabul qilsin. Duolarimizni ijobat qilsin. Alloh taolo hammalarni salomat va xotirjam qilsin. Amin. Bugun biz Alloh taoloning izni bilan Şams suresining 1-oyatidan 10-oyatigacha bo'lgan 10 oyatning qisqacha tafsirini o'qiymiz. Şams suresi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Makka mukarramada tushgan 15 oyat. Bu oyatning bugun o'qiydigan 10 oyatida Alloh taolo katta maxluqlar bilan qasam qilib turib, insonning qanday qilganda yaxshilikqa erishadiganligi, qanday qilganda ziyankorlikqa uchraydiganligini ta'kidlaydi. Ondan keyingi oyatlarda Alloh taolo Samud qavmini nima uchun halok qilganligini bayon qilish orqali payg'ambarni yolg'on degan, Qur'onni yolg'on deganlarninki oqibatining ana shunday yomon bo'lganligini bizga bayon qildi. Bismillahirrahmanirrahim. Vash-shamsi va duhaha. Quyosh bilan va u quyoshninki yangi chiqqan nuri bilan qasam qilaman. Alloh taolo bu yerda bizga eng hayotimizda eng muhim bo'lgan bizga nur va issiqlik beradigan quyosh bilan qasam qildi va u quyoshninki attiganlikda yangi nur chachqan vaqtidagi insonlarga shundoq bir huzur bag'ishlaydigan yangi nur bilan qasam qildi. Val qamari iza talaha. O quyoshga ergishib kelgan, o quyoshning orqasidan kelgan ay bilan qasam qilaman. Ay bo'lsa bizga kunlarni vaqtini belgilaydi, haftalarni bizga belgilab berdi, oylarni bizga belgilab. Biz ayni haftanınki bir haftanın 7 kun ekanligini, bir ayninki 29-30 kun ekanligini shu ayning harakatidan bilalaymiz. Shuning bilan biz hayotimizni shunga qarab uni tartibga, ratga sola olamiz. Ondan boshqa ay meyvelarga tat kirgizadi, gullarga rang beradi kechilikda. Ve keçide bizga yo'l ko'rsatadi, nurg'un deb bo'lsiz foydalari var. Bu ondan keyin vel nahari iza jallaha ve gündüz bilan qasamki o gündüz kunni quyoshni ochiq ochgan vaqtida. Ya'ni quyoshni shu kun tiklanib
bütün dünyani isitib, shundaq hamma yani yoritgan, hamma yani issiqlik bergan vaqtidagi kunduz bilan qasam. Bu kunduz bizningki kunlik hayotimizni qamdaydigan, hayotimiz uchun ishlaydigan shundaq vaqt. Val-layli iza yaghshaha va o quyoshni o quyoshning nurini yapgan kecha bilan qasam. Quyoshni o'zining qorong'uligi bilan yoshirgan kecha bilan qasam. Ya'ni kechining qorong'uligi kelishi bilan kun o'ltirdi. Kun o'ltirgandan keyin butun dunyo qorong'u bo'ladi. O qorong'ulik bilan hamma narsa aram elib, hamma narsa harakatdan to'xtab, aram elish orqali bu atidagi yangi bir kunga yangidan bir naytib harakatchan, naytib quvvat bilan yangi bir kunga boshlash uchun kechida hamma narsa aram elib o'zini yangilaydi. Mana shu ulug' maxluqlar bilan qasam. Vas-samai va ma banaha va osmon bilan qasam. Va o osmonlarni bino qilgan zot bilan qasam. Ya'ni bu osmon degan arabchadagi sumu, sama degan shu ustunlarda degan bo'ladi. Ustun yuqori. Bizning yuqorimizdagi, bizning ustimizdagi barliq shu katta maxluqlar, biz ko'rgan, ko'rmagan hamma narsa shu osmon yuqorida hamda. Shu maxluqlar bilan va o ustimizda o osmonni shundoq mustahkam, tugruksiz, shundoq bino qilgan Alloh bilan. O Allah Teala o'zining qudrati bilan bu osmondagi ustimizdagi maxluqotlarni yerga tushib ketishdan saqlab o'zi tutib turdi. Quyoshning harakati, oyning harakati, undan boshqa bu osmondagi yulduzlar, bu narsalarning harakatlari hech qachon birsi-birsiga tegishib ketmaydi, birsi-birsiga ust tushib ketmaydi. Hammasi o'zininki shu Alloh taolo belgilagan siziqida ma'du. Alloh taolo belgilagan vaqt bo'yicha ma'du. Hargiz bir soat, bir daqiqa, bir soniya, bir sekund o ilgili kin bo'lib ketmaydi. O'zininki o Alloh taolo belgilagan o'rnidan, Alloh taolo belgilagan yo'lidan, Alloh taolo belgilagan siziqdan hargiz chiqib ketmaydi. Shundaq harakat qilish orqali insonlarga shundaq bir yaxshi hayot sunadi. Val ardi va ma tahaha va zamin bilan qasam va bu zaminni shundaq keng yaygan, shundaq keng tuzlan qilib yaratgan Alloh bilan qasam. Bu zamin bo'lsa o'zi shundaq top shaklli jumlaq bir narsa. Onun ustiga bu zamin o'zi bir kunda 24 soat chiqish uchun bir kunda o'ziniki o'qidan bir aylanadi. Onun uchun kecha kunduz bo'ladi. Bir yilda kunning quyoshning atrofidan cho'gilaydi. Buning bilan 365 kun tamomlanib bir yil bo'ladi. Shundaq ham o'zi yumaloq shaklda, ham o'zi cho'gilab to'xtamay aylanib cho'gilab turgan shaklda yana insonga buni his qildirmaydigan. Inson qandoq yerga qarasa bu zamin tap-tuz, ko'piga o'xshash tap-tuz ko'rinadi. Inson uchun tap-tuz bo'ladi. Inson bu yerda mang'idi, o'ltirdi, uy binolarni salıda, ondan keyin bu itizlarga buğday qo'naq har xil narsalarni teriydi, harakat qiladi. Bu zaminninki cho'galganligini, zaminninki aylanayotganligini, buning jumlaqligini inson his qilmaydi. Alloh taolaning qudrati shundoq katta qudratki, ham bu narsani shundoq harakat qilib turadigan,
yumaloq to'pqa o'xshash shar shaklida yaratliq hamda buning to'pisida yashagan inson, hayvon, boshqa maxluqlarga buni his qildirmaydigan, buning harakat qilganligini, buning cho'galganligini, aylanganligini his qildirmaydigan va shundoq rohat, xuddi bir ko'pida o'tirib yetib qolib o'tirganga o'xshash nima ish qilay desa shuni qila oladigan shundoq shaklda yaratdi. Mana shundoq qilgan Allah Taala o'zining mushu katta maxluqlari bilan va o'z zoti bilan qasam qildi. Va nafsi va ma sawwaha, va nafs bilan qasam qilmanki va o nafsni nihoyat mukammal yaratgan zot bilan qasam qilman deydi. Bu nafsdan maqsad insonning ruhi yoki insonning o'zi deganligi bor va insonni shu dunyodagi manfaatlar, dunyodagi foydali narsalardan, dunyodagi nozu ne'matlardan foydalanishga rag'batlantiradigan, foydalanishga intiladigan bir quvvat insonning ichidagi. Buni nafs deymiz. Allah Taala insonni imtihon uchun yaratgan. İmtihan için yaratgandan bir taraftan bu dünyani güllendirip şu dünyada Allah Teala yaratgan nazu nimetlerden faydalanış arkalık şu nazu nimetlerini bergen Rabbige özünü yaratgan ilgisiga şükür kılış için yaratgan. Hem de bunun için Allah Teala insanda nefsini yaratgan. Bu nefs degan shundoq bir quvvat, shundoq bir kuchki insonni shu dunyoga intilishga, dunyodagi narsalardan foydalanishga, bu mol mulkdan foydalanishga, har xil nozu ne'matlarni, meva narsalardan yeyish, undan foydalanish, ondan sonra jinsiy munosabat, har xil manfaatlardan foydalanishga intiladi. Shundoq yaratgan. Endi bu intilgandan shuni foydalangandan keyin shu foydali narsalarni yaratib bergan Rabbiga shukr qilish. Fa'alhamaha fujuraha va taqwaha. Bu nafsga Alloh taolo uningki gunohkor bo'lib ketadigan ishlarini ko'rsatdi, ilhom qildi, ya'ni bildi deb uni o'rgatdi, uni his qila oladi. Va taqvaha, va u gunohdan, undaq yomon ishlardan saqlanishni o'rgatdi. U to'g'ri ishlarni qilib, xato, ziyonli ishlardan qochishni o'rgatdi. Bu nima degan so'z? Insonning vücudida, insonning bedenimizde Allah Teala şu nefsini yaratgandan keyin bu nefsga Allah Teala şu qandaq ishlarni qilsa bu gunohkor bo'ladi. Bu ziyonga uchraydi. Bu dunyodagi hayotini ziyon tortadi. Halokatga, o'zini halokatga tashlaydi. Qandaq ishlarni, shundoq yomon ishlarni saqlansa, uning o'rniga yaxshisini qilsa, qandaq foydali bo'ladi deganni Alloh taolo insonning nafsiga bildi. Ya'ni bu yerda butkul insonlar kim bo'lishidan qat'iy nazar musulmon kafir, shu masalan adam o'ldirishning yomonligini, kishilarning haqqini yeb olishning yomonligini, zina qilishning yomonligini, o'g'irlik qilishning yomonligini, har qanday odam buning yomon ish ekanligini biladi. Nima ish qilib biladi? Chunki Alloh taolo bildirgan. Uning yomonligini bilgandan keyin, endi o taqvoha degani uning ta'tisi, o yomon ishdan saqlanish. Shu yomon bo'lganini bilgandan keyin, endi bu yomon ishkan, buni qilmayli deb, buning qilmaslik, uni o'rniga yaxshisini qilishni Alloh taolo bu insonga belgilagan, o'rgatgan. Qad aflaha man zakkaha,
Kimki endi shu yuqoridagi Alloh taolo shu quyosh bilan, quyoshning nuri bilan va oy bilan, zamin bilan, osmon bilan, shu insonning vujudidagi nafs degan bu quvvat bilan hammasini bilan qasam qilib turib, Alloh taolo shuni bizga ta'kidlaydiki, qad aflaha man zakkaha. Shu nafsini poklagan, shu nafsini shundoq halokatga tashlaydigan yomon ishlardan o'zini saqlagan kishilar aflaha nijot topadi deydi. O agar shu gunoh ma'siyatdan yomon ishlardan o'zini saqlasa, uning o'rniga yaxshi ishlarni qilsa, u kishi nijot topdi. Endi inson bu yaxshi ishlarning qaysi ekanligini bilib bo'lolmaydi. Shunga Alloh taolo payg'ambar avatib, Alloh taolo unga kitob avatib, insonlarning bu ojizligiga marhamat qilib, rahmat qilganligi uchun Qur'on orqali, payg'ambar orqali bularga bu nijot topadigan yaxshi ishlarni o'rgatdi va yaxshi ishlarni ko'rsatdi, yaxshi ishlarga boshladi. Vaqad khaba man dassaha. Kimki shu nafsini oyoq osti qilsa, o nafsini poklashning o'rniga, o nafsini shu bo'lishiga tashlabsa, uni tizginlamasa, uni shunda har turli yomon ishlarni, yomon gunohlarni qilishga unda qo'yib bersa, o chaqda u ziyonkorlikka uchraydi. Onunki o xaba degan umidi boşluğa ketdi, umid qilgan narsaga erishamadi, ziyonkorlikqa uchraydi degan bo'ladi. Mana insonga mushu ikki yo'lni Alloh taolo ko'rsatgan. Birinchisi nijot topadigan, ya'ni yaxshilikqa erishadigan, mushu dunyoda ham yaxshi hayot kechira oladigan, oxiratda yaratquchi bo'lgan Alloh taoloning mushu dunyoda bergan nozik ne'matlariga shukr qilganligi uchun Allah'ın rahmetiga, texmi katta mukofotiga, jannatiga erishadigan yoki bo'lmasa, shundoq nafsini qo'yib berib, nafsini tizginlamay, uni yaxshi yo'lga boshlamay, shundoq butun dunyodagi yomonliklarni, gunohlarni qilib, Alloh taolo yaratgan Allohni unutib, Allohning amri farmonlariga amal qilmay, unga bo'ysunmay, shundoq gunoh ma'siyatga petib ketgan odamninki ziyon tortadiganligini, shu dunyoda halokatga uchraydiganligini, oxiratda qiyomat kuni Allohning azobiga, do'zaxga kiradiganligini shuni qat'iy bir shaklda bayon qilish uchun Alloh taolo yuqoridagi maxluqlar bilan qasam qilib turib uni ta'kidladi. Demak, ya'ni biz insonlar özün Allah Teala bizge rahmet qilganligi uchun payg'ambar avatib, Qur'on avatib, buning bizga yaxshi yo'lni hammani, yomon yo'lning hammani, nimaning gunoh, nimaning savob ekanligini ko'rsatib qo'ygandan keyin, endi shu o'zimiz qadrlab, o'zimizning hayotimizni yaxshi o'tkazish uchun Alloh taolo buyurgan yaxshi ishlarni qilishimizga, to'sqan yomon ishlardan yenishimizga bizga o'rgatish uchun Alloh taolo shunday Qur'on bilan, oyatlar bilan bizga tushuntirdi. Allah Teala'dan bu Kur'an'ı yaxshi o'qib, yaxshi tushunib, amal qilib o'tishni tilaymiz. Allah Teala hayotimizning oxirigacha iymon bilan yashab, iymon bilan bu dunyoga ketishni nasib qilsin. Alloh taolo hammalarni salomat, xotirjam qilsin, har turli kasalliklardan saqlasin. Allah Teala hammalarninki o'y ichiga barakat, balvoqlarga insof, tavfiq, hidoyat ato qilsin. Alloh taolo dunyo va oxiratimizni yaxshi qilsin. Amin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.